Ozish uchun kam kaloriyali ovqatlanishingiz kerak emas. Harlangan, dimlangan ovqatlanishingiz ham kerak emas. Chunki qancha siz yog'siz ovqatlanadigan bo'lsangiz, bu aksincha ozishingizga emas, semishingizga sabab bo'ladi. Sog'lomlashishingizga emas, balki ichki organlaringizni kasalliklariga olib keladi. Bittagina yog'siz ovqatlanishingiz o't qopingizdagi o'tni dimlanishiga, keyinchalik poliplarni, toshlarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun yog'larni normalniy yeyishimiz kerak. Yog'larni ozishda ahamiyati juda katta. Misol uchun men hozir ham mana shu videoni olishdan oldin uyimda o'tirib, nonlarni olib, unga ustiga yaxshilab topленный maslolarni, sariyog'larni surib, yeb, ichib kelyapman. Va mana shu yegan o'sha nonim bilan, o'sha yog'im bilan men kun davomida kuchda, quvvatda, energiyada yuraman. Va bugungi darsimizda ham aynan qanaqa qilib yog'liqqina ovqatlanib turib, mendagi hech bo'lmaganda energiyada ozg'in chiroyli bo'lib yurishni o'rgataman.